Qanaqa mashq qilyapsizlar uni? Kelinni qonini ichish mashqi. Oba qizni yerga tegsa, kuyovni boshiga chiqib olish mashqini o'rgatyapsizmi? Ma'qilli kim aka? Bo'pti, tur ovqat tayyorla. Uylaning-ku, bor xotinchangga ayt qilsin. Tavba qildim. Hozir yoshlar hayronsan. Faqat o'tiradi. Shu kelinga yalchimadim-da. Indamasin. Ona keliningizni yomon erkalatyapsiz, gazini bosib ishlating. Xotin, Yangacha? Kelin, dada bo'laman. buvi bo'laman. Amma bilaman. Og'zingni yop. Bugundan boshlab kelinga qattiq gapirmaysanlar. 9 oy mana bu mashqni bajaramiz. Malikam, sizga qo'yishni amirlikdan tillacha olib keldim. Yoqmadi mushtariya. Ovqatdan avval qilishni xohlayman. Yoqimli ishtaha Malikam. Taylandga katta bo'lgan tovuq, ana xursajga baqlajon, shirinlik, salat, baliq, hammasi siz uchun. Ishtaham yo'q. Ozgina qo'lla, ozgina. Ye o'zimni bolam. Ishlang. Zangillating, davay. Voy, bo'ling, ishlarni qiling. Voy, nima qilib tursiz menga bezrayib? Malikalik tugadimi darrov? Xurram sultonlik tugadi, kanizaklik boshlandi. Zanglating qani? O'rta. Voy, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Tanish, bular mani yigitim bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. E'tibor berma, bular shunaqa sal uyalchangroq. Dugonam bo'ladi. O'rta tanish, bular mani yigitim. Assalomu. Voy, kechirasiz, uyalchinglar-da. Umuman qizlar bilan qo'l berib ko'rishinglar. Rostdan. Dugona tanish, bular mani yigitim. Juda ham tortinchoq ekanlar, Shunaqa. Voy, dugona, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi. Tanish, bular mani yigitim. Yigit rosa uyalchang ekan-a? Voy, qayerdan bilding? Endi aytmoqchi edim. Qizlarning ko'ziga ham qaramaydilar. Ayniqsa menikiga. Qo'l berib so'rashardim-u, lekin uyalchangda qo'l bera olmaydi-da. Qayerdan bilding, dugona? Hammaga shunaqa. Qizlarni ko'rsalar yerga qaranglar har doim. Ismingiz nima edi? Hokisorbek.